Reefer treylerni pre-trip inspeksiyasi. To'g'ri tekshirish va xavfsiz ishlash bo'yicha qo'llanma. Inspeksiyani qanday boshlash kerak? Pre-trip inspeksiyasining yurib ko'zdan kechirish, walk-around qismini bajarishda yuk mashinasining haydovchi tomonidan boshlang. Treylerning reefer, sovutish tizimi atrofida harakatlanayotganingizda quyidagi muhim qismlarni tekshiring. Shinalar, g'ildirak va tormoz tizimi, osma suspension, havo liniyalari, muftalar va shlanklar, metal ramkalar va tayanch konstruksiyalar. Reefer sovutish tizimini tekshirish. Reefer blokining old qismidagi eshikni oching va barcha sertifikatlar va plakatlar o'qilishi mumkinligiga ishonch hosil qiling. Sovutish tizimining moy va sovutish suyuqligi darajasini tekshiring. Agar moy yoki suv yetarli bo'lmasa, ba'zi reefer motorlari xavfsizlik tizimi orqali avtomatik ravishda o'chirilishi mumkin. Agar bu sodir bo'lsa, yuk buzilib ketishi mumkin. Kamarlar, shlanklar va ulanishlarni vizual tekshiring. Eshikni yoping va inspeksiyani davom ettiring. Treylerning tashqi holatini tekshirish. Treyler korpusining tashqi qismida yoriqlar, teshiklar, chuqurlar yoki boshqa shikastlanish yo'qligiga ishonch hosil qiling. Agar havo chiqib ketsa, reefer tizimi ichki haroratini barqaror ushlab tura olmaydi. Reeferning yoqilg'i bakini tekshirish. Reefer tizimining yoqilg'i baki odatda treylerning old qismida, tayanch oyoqlari, landing gear orqasida joylashgan bo'ladi. Yoqilg'i yetarli miqdorda ekanligini tekshiring. Qopqoq joyida va zich yopilgan bo'lishi kerak. Shlanklar va mahkamlovchi lentalar buzilmagan bo'lishi kerak. Treylerning ichki qismini tekshirish. Treyler eshiklarini oching va ichkariga 3 ta tayanch nuqtasi bilan chiqing. Ichki devorlar va pollarni tekshiring. Ichkarida axlat yoki qoldiqlar bo'lmasligi kerak. Izolyatsiya qatlama yetarli ekanligiga ishonch hosil qiling. Havo kanallari va drenaj tizimlari to'silib qolmagan bo'lishi kerak. Agar reefer tizimida havo o'tadigan kanal yoki maxsus qoplama bo'lsa, u yaxshi ishlayotganini tekshiring. Yuklarning ifloslanishi, kontaminatsiyasini oldini olish uchun avvalgi yukdan qolgan hidlar yo'qligiga ishonch hosil qiling. Reefer eshiklari va muhrlash tizimini tekshirish. Barcha ochiq joylar yaxshi yopilgan bo'lishi kerak. Eshiklarning zich yopilishini tekshiring, chunki havo chiqib ketishi reefer tizimining ish faoliyatiga zarar yetkazadi. Sovutish tizimini ishga tushirish. Pre-trip inspeksiya tugagandan so'ng reefer tizimining to'g'ri ishlayotganini tasdiqlash uchun reefer bo'limi eshiklarini yoping, tizimni yoqing va termostatni sozlang. Haroratning oshib yoki pasayib borayotganini tekshiring. Reefer treylerning harorat ko'rsatkichlari. Yangi oziq-ovqat mahsulotlari uchun minimal harorat 41 Fahrenheit, 5 Selsiy atrofida bo'lishi kerak. Muzlatilgan mahsulotlar uchun minimal harorat 0 Fahrenheit, -18 Selsiy yoki hatto -10 Fahrenheit, ya'ni -23 Selsiy bo'lishi kerak. Haroratni sozlash yuklovchining shipper talablari asosida amalga oshiriladi. Reefer treylerlarning ishlash rejimlari. Ko'pgina reefer treylerlar ikkita ish rejimiga ega. Uzluksiz, continuous. Bu rejim harorat farqi juda ham kam bo'lgan mahsulotlar uchun ishlatiladi. Ishga tushib to'xtash, start stop. Bu yoqilg'ini tejaydi, lekin harorat sezilarli darajada o'zgarishi mumkin. Treyler qaysi rejimda ishlashini yuklovchi va kompaniyangiz belgilaydi. Shuning uchun aniq bilmasangiz, albatta so'rang.